Şuna bugungi kunimizga o'xshash haromga, jazoga diqqat qilmaganlar nurg'un pul tepib ketgan, kofirlar kuchlanib ketgan, musulmonlar ojizlashib ketgan vaqtida sabr bilan iymonimizni mustahkam turishda Allohdan yordam talab qilishimiz kerak. Allah'ın kitabını özün nefsi xahişi boyunca özgertib, to'g'ri yo'ldan chaqnab, Alloh taolo boylik bersa buni o'zim topdim deb, mushundaq ozg'unlik patqa vaqtida Alloh taolo ularning ustiga ana shundaq zolimdan birini hukmron qilib qo'ydi. Çünkü biz mal dünyani bir imtihan deb bilamiz. Bu imtihanga Allah yaxshi ko'rgan kishi duchor bo'ladi. Sulaymon alayhissalomga o'xshash, Davud alayhissalomga o'xshash, yana shuningdek kofirlar ham bo'ladi. Xuddi Qarunga bergandek. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek Bani İsraillar Yusha ibn Nun alayhissalomning ularni jihatni yaxshi ko'radigan qilib tarbiyalashi va Alloh yo'lida kurash qilishi natijasida o'zining ziminini qo'lga oladi. Lekin ular o'zining ziminini qo'lga olgandan keyin Alloh bizga yordam qilib, o'zimizning soni oz bo'lsa-mu, ojiz bo'lsak-mu, bu kuchlik amalliklar ustidan g'alaba qildik deb Allohga shukr qilish u yoqda tursin, akavorlik qilib, cho'ngchilik qiladi. Alloh taolo ularga uskunu hadihil qarya, sizlar bu ziminda makonlashinglar, xohlagancha yangi ichinglar, Allohdan mag'firat talab qilinglar. Bundaq cho'ngchilik qilmanglar. Allohga sajda qilgan holda kamtarlik bilan bu ziminga kiringlar deydi. Lekin Bani İsraillar hadidini eshib, Allah sajda qilgan holda kamtarlik bilan kiringlar desa, naydi cho'ngchilik bilan keyinni qilib kiradi. Shundaqla Alloh taoloning Allohdan mag'firat tilanglar degan bu so'zini qasddan o'zgartirdi. Yusha ibn Nun alayhissalom ularni eskartirdi, ogohlantirdi. Ular yana bo'ldi qilmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo arsalna alayhim rizqan minas samai bima kanu yadlimun. Ular mana shundaq gunoh qilish orqali o'ziga zulm qilganligi tufayli Alloh taolo ularga vabo avatdi. Bu sababli ular xotirjamsiz bir hayotga mubtalo bo'ladi. Demak, bu avlod Bani İsraillarmi Alloh yo'lida kurash qilib o'zining ziminni qo'lga olishga yaraydi, lekin mustaqillik ne'matiga erishgandan keyin bu kengrichilik ne'matida imtihondan o'tolmaydi. Aradan bir qancha yil o'tadi. Yusha ibn Nun alayhissalom vafot topadi. U ziminni kurash qilib olgan Bani İsraillar vafot topadi. Ularning avlodlari maydonga keladi. Yusha ibn Nun alayhissalomning yordamchisi va o'quvchisi Kalib ismli bir odam ularga yetakchilik qiladi. Lekin ular Kalibni "Sen payg'ambar emas" deb ko'zga ilmaydi. Gipiga unamaydi. Hatta ular Tavratni, ya'ni Musa alayhissalom qoldirib ketgan Tavratni o'z xohishi bo'yicha o'zgartirib tushunadi. Shundaqla Tavratdagi ularning nafsiy xohishiga zid keladigan oyatlarni o'zgartirib, mana shundaq Allohning yo'lini chatnashga boshlaydi. Jazoni yeyishga, yolg'onni anglashga va yolg'onni taqitishga boshlaydi. Alloh taolo shanba kuni biliq tutmanglar desa, Allohning bu cheklimizga yili ishiltib, to'ni jumakini sab qo'yib, yakshanba kuni suzib elib, biz Alloh degandek shanba kuni tutmadik deb Allohni aldamoqchi bo'ladi. Alloh taolo ana shundaq oldigan Bani İsraillarni maymunga o'zgartirib etib, surti mubaddal qilib jazolagan bo'lsa-mu, bu jazodan bir bo'lik Bani İsraillar ibrat oladi, ammo yana ko'p qism Bani İsraillar ibrat olmaydi. Uni har xil sabab, har xil bahonalarga bog'lab tushunadi. Xuddi atrofimizda har xil mo'jizalar yuz bersa, uni shu sabab kelib otib qo'yib, shuning uchun shundoq bo'ldi deb, u sababning keyindagi sababni barpo qiluvchi Allohning qudratini ko'rmaganga o'xshash, u Bani İsraillarmi ana shundoq maymunga o'zgartirib etishdan iborat bu mo'jizani ko'rmaydi. Bu sababdan ozg'unlikda cho'nqurlar boradi. Ozg'unlik mana shunga o'xshash patqoqqa o'xshaydi. Patqon siri tegiga tatadi. Bugungi kunimizda bizning atrofimizda har xil mo'jizalar bor. Shundaqla biz ojiz qiladigan, butun insoniyat ojiz qiladigan Allohning oyatlari, mo'jizalari yilda bir qatim yoki ikki qatim yuz berib turadi. Lekin buni bizning oramizdagi xuddi Bani İsrailga o'xshash ba'zi kishilar sababga otib qo'yib, shundoq bo'ldi deb qaraydi. Bu sababning keyindagi Allohning qudratini, Allohning ogohlantirishini ko'rmaydi. Masalan, Yatarash vaqasi Allohning bir signali, oyati. Undan biz dars olishimiz kerak. Lekin oramizdagi ba'zi bir kishilar xuddi Bani İsraillarga o'xshash Yatarash tabiiy ofat deb Yatarashning sababini Yatarash qonuniyatiga otib qo'yiblar bo'ldi qiladi. U qonuniyatni yaratgan kim degan bu savolni qo'yib boqmaydi. Demak, mo'jiza har vaqt bor. Ammo u mo'jizani ko'rib dars ola olish yana shu ozg'unlik yo'liga mangmagan, aqli ochiq, qalbi sog'lom kishilarga nasib bo'ladi. Aksincha, uningdan dars ibrat olmagan sari ozg'unlikqa petib mengaveradi, sababga otib qo'yadi, ya'ni sababga cho'qinadi. Shunday qilib munofiqlik, hatto kufrlik yo'liga mengaveradi. Bani İsraillar ana shunday ozg'unlik patqonligi uchun ularning ichida Allohga ishonmaydigan, oxiratga ishonmaydigan mana shunday kishilar maydonga kelishga boshlaydi. Ya'ni ularga ota-bobolarininki Alloh taolo fir'avnning zulmidan dengizni ikkiga yerib qutuldirganligi, Alloh taoloning ularning orasida o'likni tirildirganligi, Yusha ibn Nun alayhissalom ziminni azob qilish yo'lida quyoshning petishini kechiktirganligiga
o'xshash nurg'unlagan mo'jizalar so'zlansa, bu yangi avlod Bani Isroillar u hodisalarga shahid bo'lmag'achqa, uningga ishonmay, xuddi cho'chakdek muomala qiladi. Ochiqdan ochiq oxiratga Allohga ishonmaymiz deydigan kishilar maydonga kelishga boshlaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda ana shu Bani Isroillar ichidagi aniq oxiratga ishonmaydigan, qiyomatga ishonmaydigan bir kishining misolini va uning musulmon qo'shnisining voqealigini Qur'on Karimda bayon qiladi. Qur'on Karimda u voqeaning bayon qilinganligi albatta u voqeada biz erishga tegishli nurg'un ibrat va darsning bor ekanligini ko'rsatadi. U voqealikning tafsiloti bunday. Bani Isroillar ichida nihoyatda boy, keng ko'lamli beg'ova, har xil mevla, kamkusiz meva beradigan, ichidan o'stanglar ekib turadigan, shunday cho'ng bir boy bor edi. Lekin bu boy ana shu oxiratni inkor qilgan, qiyomatni inkor qilgan Bani Isroillarning birisi edi. Ammo uning yana bir qo'shnisi bor edi. U Allohga ishonadi, oxiratga ishonadi, iymonda, tavhidda mustahkam turgan edi. Lekin bu qo'shnisi nihoyatda namrat edi. Bu kofir boy ana shu boylik orqali u musulmon qo'shnisiga dinsizlikni tashviq qiladi. Ya'ni sen musulmon, Allohga ishonsa, lekin sen namrat. Lekin men Allohga ishonmayman. Mana mening shunday bog'larim bor. Atrofimda menga xizmat qiladigan kishilar bor. Lekin sen Allohga ishonma, Alloh meni yaxshi ko'radi deysa, sening hech nimang yo'q deb uning psixikasiga hujum qilib, uni iymondan yandurishga tirishadi. Bu boy kishi odati bo'yicha bir kun esa u namrat qo'shnisini beqqa boshlaydi. Va uningga ana aktharu minka mala va a'azzu nafara. Mening sendan mol-mulkim ko'p va mening atrofimda nurg'unlagan xizmat qiladigan kishilar bor. Ya'ni men kofir, Allohga ishonmayman, ammo mening melim ko'p, atrofimda xizmatchilarim bor. Ma azunnu an tabida hadihi abada. Men bu bog'larimni hargiz yo'qoladi deb qaramayman. Va ma azunnu sa'a qoima. Men qiyomatni bo'ladi, qiyomat qopudi deb qaramayman deb boylik orqali, bog'larni ko'rsatish orqali uning dinsizlikni tashviq qiladi. Xuddi bugungi kunimizda ba'zi kishilar qaranglar, musulmon davlatlarning hammasi namrat, kofir davlatlarning hammasi boy deb fan texnika, boylikni bozorga solish orqali kishilarga dinsizlikni tashviq qilganga o'xshash. Bu boy mushu usul bo'yicha u musulmon qo'shnisiga boyligini, bog'larini ko'rsatib, dinsizlikni tashviq qiladi. Ammo bu musulmon kishi o'zining iymonini haqiqiy pokit ustiga qurgan bo'lg'achqa, uning tashviqotlariga mundaq javob beradi. Akafarta billazi xalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Seni yo'q yerdan bir tomchi suvdan yaratib, ondan keyin laxtiqan qilgan, ondan keyin mushundaq raus bir adam qilgan zotni qandoqmi inkor qilsa? Ya'ni sen mushu bog'ni men barpo qildin deysa, lekin o'zingni ana shundaq inson qilgan zotni qandoqmi inkor qilsa? Lakinna huvallohu robbi va la ushriku bi robbi ahada. Lekin men Alloh taolo menga san o'xshash mol dunyo bermasmi? Robbimga hech narsani shirk keltirmayman. Walaula id dakhalta jannatika qulta ma sha Allohu la quwwata illa billah. Kashki sen Alloh taolo senga mushundaq ne'mat bergandan masha Allah, Alloh berdi, la quwwata illa billah. Bu mol dunyoni men topmadim, bu bog'ni men ko'katmadim. Alloh menga imtihon qilish uchun berdi deb bu mol dunyoni Allohning berganligini unutmagan bo'lsang, kashki asa robbi ayyutiyani khayran min jannati. Alloh menga ma dunyoda senga o'xshash bog', boylik bermagan bo'lsa-mu, oxiratda sening bu beg'ingdan, bu boylikdan yaxshiroq narsani beradi. Sen mushundaq Allohni tunmay haqoqlik qilaversan, mol dunyoni men topdim deb o'ylasang, va yursila alayha husbanan minas samai fatusbiha sa'idan zalaqa. Alloh taolo sening bu beg'ingga bir ofat avatib, bu beg'ingni qaqas qilib o'tishi mumkin. Alloh bunga qodir. U vaqt sen ojiz, hech narsa qila olmaysan. Hatto sen aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Alloh hozir mushu beg'ingning suyini to'xtatib etsa, suvni keltirishga qodir bo'lolmaysan. Shu darajada ojizsan. Demak, mol dunyoni sen topmading. Alloh senga berdi. Mol dunyo tepishdagi sening sababing faqat bir sebep, nəhayət kiçik bir sebep. Onundan başqa yüzlərcə səbəbinin hamısı Allah Taala tərəfindən kelidi. Şuna Allah'a şükür qıl deydi. Bu iman dərs aldıda bu kafir kişi yana küfürlüqdən yanmaydı. Özüge işinidi. Ya qiyamət olmaydı. Bu bağlarım qurub ketməydi degan ishonchda mahkam turadi. Aradan bir qancha yil o'tdi. O musulmon kishi faqirchilikda yashayverdi. O kafir kishi bayashat, haqovlik qilib yashayverdi. Ya'ni Alloh Taala kafirlarga ana shunday bir mezgil muhlat beradi. Kunlar o'tib Allohning u kishiga bergan muhlati Allah Taala bir kechada u kishining bir ofat o'tib hammasini qaqas qilib o'tadi. Allah Taala bu hadisni Qur'on Karimda bayon qilib mundaq deydi. Va uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha va hiya khawiyah ala urushiha. Uning bag'larining hammasi vayron bo'ldi. Tallarining hammasi yetib ketdi. U biqi xajlagan pullari chiqim qilgan vaqtlarga qo'llarini tishlab va yaqulu ya laytani lam ushrik bi robbi ahada.
Kaşki Allah'a hech narsani shirk keltirmasam bo'libdi ekan. Bu bog'ni men barpo qildim demasam bo'libdi ekan. Men ojiz keldim. Bu mol dunyoni Alloh taolo mendan qulimdan oldi. Haqiqatan bu menga turmaydi ekan. Alloh xolis ilib oladi ekan deb kaşki deb nihoyat qattiq pushaymonga tushdi. Bu vaqtda uningga valam takullahu fi'atu yansuruna uning qishidagi kishilari hech qanday yordam berolmaydi. Bu qissa bizga bir musulmon bilan kofirning dunyo qarashini aks ettirib beradi. Ya'ni bir musulmon mol dunyoni bir qurol, bir imtihon deb tushunadi. Bu sababdan Alloh taolo mol dunyo bermasa sabr qiladi. Alloh mol dunyo bersa uningga shukr qiladi, ko'ranglamaydi. Bu pulni Alloh menga berdi, men ozroqli sabab qildim, lekin Alloh berdi deb o pulni bevosita Allohdan tushunadi. Lekin fasiq Allohdan yiroqlashgan kishi bo'lsa, men savdoga usta bo'lganligim uchun, tijoratga mahir bo'lganligim uchun pul topdim deb ko'ranglaydi. Shundaqla biz bu qissadan ba'zi bir kofirlarning o'zininki boyligini pesh qilib, musulmonlarning ojizligi va yoki namratligini oldiga qo'yish orqali ularni iymondan yondirishga tirishadiganligini ko'ra olamiz. Chunki bu kishi o musulmon kishini beqqa boshlab, ana aktaru minka mala va azzu nafara. Men kofir, ya'ni Allohga ishonmayman, lekin mening bilim seninkidan ko'p. Sen musulmon deysa, u Alloh senga hech narsa bermadi deyish orqali bu tashviqotni qiladi. Shunga biz bunday tashviqot uchragan vaqtida, ya'ni qaranglar, musulmonning hammasi namrat, kofirlarning hammasi kuchli, hammasi boy deb u musulmonlikni ojizlikning, namratlikning manbasida ko'rsatayotgan vaqtida biz xuddi u musulmon kishiga o'xshash asa robbi ayyutiyani khayran min jannatik. Alloh taolo bizga bu dunyoda bermagan bilan oxiratda chuqur beradi degan bu iymon bilan mustahkam turishimiz kerak. Chunki biz mol dunyoni bir imtihon deb bilamiz. Bu imtihonga Alloh yaxshi ko'rgan kishi mudochara bo'ladi. Xuddi Ayyub alayhissalomga o'xshash, Sulaymon alayhissalomga o'xshash, Davud alayhissalomga o'xshash. Ana shular nihoyat boy podshoh Allohning payg'ambari edi. Yana shuningdek kofirlar ham biradi. Xuddi Qarunga bergandek. Mol dunyoning birilganligi u odamning yaxshi va yoki nachar ekanligini aslo bildirmaydi. Ya'ni bizning dinimizda mol dunyo baholash o'lchami emas. Ammo kofirlarning nazarida dal shunday. Mol dunyo to'g'ri xatoning o'lchami. Mol dunyo hurmatning o'lchami. Shunga kofirlarning boyligi, kuchi, fan texnikasi bilan bizni dinsizlikka tashviq qilmoqchi bo'lganlarga hargiz aldanmasligimiz kerak. Chunki bizning oldimizga bugungi kundagi fan texnika emas, bugungi kundagi biz o'ylab yetemaydigan, shamolning tezligida mang'alaydigan, atrofiga xazinlar, boyliqlarning hammasi o'lishib mangadigan, o'likni tirildiraydigan dajjalni keladi. Bugungi kundagi fan texnika, kuch va boylikqa qarab u kofirlarning to'g'ri o'xshaydi deb qalsak, dajjalni ko'rsak nima deymiz? Shunga biz mana shunday qissalardan ibrat olish orqali iymonimizni mustahkam tutishimiz kerak. Boylik o bir imtihon. Mu'min bo'lsa, intayin yaxshi agar shukr qilinsa, Bani Isroillarda mana shu boyga o'xshash mol dunyosiga ishonish, ya'ni mol dunyosiga e'tiqod qilish nihoyat avj olgan. Mol dunyoga e'tiqod qilish, ya'ni mol dunyosiga ishonishning bir alomatlarining qatoridan bir odam men pulim bo'lganligim uchun hamma odamga hurmat qilish kerak deb o'ylasa, u odam mol dunyoga e'tiqod qilgan bo'ladi. Shundaqla bir odam boy bo'lganlik uchun, men puldor bo'lganligim uchun mening bolam eng yaxshi odam bo'lishi kerak, eng chong olim bo'lishi kerak deb qarab olsa, shu xil ko'z qarash kelib olsa, u odam o'zining mol dunyosiga e'tiqod qilgan bo'ladi. Esimizda bo'lsin, muvaffaqiyat, yaxshilik hammasi Allohning ilkida. Alloh xohlagan kishilarga beradi. Bizning pulimiz bo'lganligi uchun hamma odam bizga hurmat qilishi, bizning pulimiz bo'lganligimiz uchun hamma yerda bizga ishlarni ishlashi kerak emas. Alloh xohlagan kishilarga eshikni ochadi. Shunga mol dunyoga ishonib ketishdan, ya'ni mol dunyoga e'tiqod qilib ketishdan qattiq saqlanaylik. Har bir inson mol dunyosining bir omonatdori. O bir imtihon. Hargiz bu kofirlarning kuchlanib ketganligi, beyib ketganligi, cho'ng yeb, cho'ng ichib ketganligi qarab aldinib qolmaylik. Alloh taolo Qur'on Karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Kofirlarning yurtlarda, shaharlarda zinnat bilan, saltanat bilan mingishib ketganligi seni hargiz aldab qo'ymasin. Ey Muhammad, mata'un qalil. Ularning erishgini Allohning nazariga qaraganda nihoyat az. Thumma ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Ular o'lgandan keyin boradigan yeri jahannam bo'ladi. Jahannam nima degan yomon joy? Shunga bugun kunimizga o'xshash haromga, jazoga diqqat qilmaganlar nurg'un pul tepib ketgan, kofirlar kuchlanib ketgan, musulmonlar ojizlashib ketgan vaqtida sabr bilan iymonimizni mustahkam turishda Allohdan yordam talab qilishimiz kerak. Chunki inson nihoyat ojiz. Qarmoqqa kofirlarning hammasi kuchlanib ketaversa, boylashib mingversa, shularning yo'li to'g'rimidi deb o'ylab qoladi. Dal shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni eskartgan. Bani Isroillar mana shunda ozg'unlik patqiga petib mingavergan sira Alloh taolo ularni zolimlarning quli orqali jazolashni iroda qiladi. Ya'ni Bani Isroillar Yusha ibn Nun alayhissalomning qo'mondonligi ostida qo'g'lab chiqarib o'tgan, u yurtni besib kirib olgan Amaliqlar u yurtga qayta hujum qilish uchun tayyorlik qiladi. Demak, Alloh payg'ambar avatgan, kitob tushirgan, shundaqla nurg'ulgan mo'jizalarni ko'rsatgan bir ummat Allohning kitobini o'zining nafsi xohishi bo'yicha o'zgartirib, to'g'ri yo'ldan chatnab, Alloh taolo boylik bersa buni o'zim topdim deb, shundaq ozg'unlik patqa vaqtida Alloh taolo ularning ustiga ana shundaq zolimdan birini hukmron qilib qo'ydi.
Amalıqlar nəhayət zo'r qoşun bilan bu Baytul Muqaddasga, ya'ni Falastinga hujum qilishga tayyorlik qiladi. Bani Isroillar ular qarta qandoq tayyorlik qiladi? Amalıqlar bu urushda g'alaba qila olamdi? Tasdiqni qo'lga olgan mustaqilligi Bani Isroillarning qo'lidan chiqib ketamdi? Bu haqida tafsilotlar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.